Hoca aka neç pul oldu? 7 milyon 300 ming so'm akalar. Bo'z oyoq o'tadi. Mana akalar. Bor barakasi bo'ldi akalar. 7 milyon 300 ming so'mga sotildi mana. Hoca aka neç pul olyapti? 31 milyon juba berilmayapti. 700 ming ham 31 millionga berilmayapti akalar mana. Mana akalar. 700 ming ham 31 milyon so'mga berilmayapti. Mana akalar. Ketdimi? Bering endi aka xursandchilik bilan. Bo'ldi, yaxshi. Yaxshi. 300 ming so'm ko'rsam. O'z xursandmisiz deng. Zola 200 ming bo'lsa, gapiz olaman. Olmang bo'lsa, yetarlisan. 100 ming qo'yib qo'yman. Olmang bo'lsa gapimiz bor. Olmaga tushiring, joniga tush. Gapiz 30 ga olaman. Ammo nimani olasan? Hozir 100 ming beraman men senga. Nomard bola 200 ming bo'lsa aka bechki nima qilasan? Tomaga. 200 ming so'm berpatta bechki. 200 ming yo'q. Bering endi aka. Raqamini bering. Aka, berdi ya. Shunday aka. 16 millionga har doim oladigan. Berilmayapti hurmatli obunachilar 31 milyon so'mga. Bola, shuncha topib yo'qotgan bersa olmay. Yarim olmay. Yarim olmay. 30 million 300 ming so'mga berdi. Olmay bayani boshqa. Onu beni arıyor ha. Bor baraka. Neç pul oldu hozir tog'a? 30 milyon 300 ming so'm. 30 milyon 300 ming so'm akalar bor barakasi bo'ldi mana. Lekin hunarchilarimiz.